Gapir vaqti yo'q, ey. Muhtaram Prezident, haqiqatda ham e'tirozlar o'rinli. Biz mana shu subyeksiyadan chiqish bo'yicha dasturlar ishlab chiqqanmiz. Hozirgi bergan topshiriqlaringizdan kelib chiqib, dasturni qayta ko'rib chiqamiz va bu subyeksiyadan chiqishni barcha choralarni ko'rib, buni uddalaymiz. Qo'limdan keladi, Shavkat Miromonovich. Oldin qaysi ishda ishlagansiz? Oldin bank moliya sistemasida ishlaganman. Nima bo'lib? Moliya bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. G'aznachilik bo'limi boshlig'i bo'lib ishlaganman. Moliya bo'limi boshlig'i bo'lsang, sen kasalsan. Oldingi moliya rahbarlari hammasi kasal bo'lgan, yani balandparvoz. Men seni bugun ishdan olaman. Nimaga? Hamma birinchi ma'un xulosa qilsin. Men birontang bilan bunday ishlashga toqatim yo'q. U hozirgi gaping balandparvoz gap. Sen nimaga tayyorgarlik qilmagansan? Prezidentni uchrashyapsan. Nimaga aniq rejalaring yo'q? Umumiy ko'rib chiqamiz. Nima senga bu? Detsatmi bu senga? Bu davlat bu. O'rtoq viloyat hokimi birinchi o'rinbosari, davlat bu. Qo'lingdan kelmasa ishni bo'shatib qo'y. Bo'shatib qo'y, men ertaga xalq oldida qanday hisobot beraman?